Xitoy pul muomalasining vayron bo'lish harpisida belok zanjirining roli. Analizchi Maju. Tarjima qilguvchi Uyg'ur pidai tarjimonlar guruhidan Bilmasjon. Ko'rurman do'stlar, yaxshimisizlar? Hozir ko'pchilikka bu bir necha kun qiziq nuqtaga aylangan bir xabarni aytmoqchi. U bo'lsa-mu hammalarga ma'lum bo'lgan belok zanjiri. Belok zanjiri qanday shaklda paydo bo'lgan? Men avval uning tarixi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tay. Belok zanjiri bo'lsa, ma'lum bir harbiy tarafning uchur yo'llash yoki izlash jarayonida ishlatgan bir xil shifri, ya'ni maxfiy nomer bo'lib, bizga ma'lumlik bo'lgan telegraf kodiga o'xshash bir xil kod. Yana buning munosabatli shifr daftarining bo'lganligini hammalar bilamiz. Mana bu hozirgi zamon kishilariga ma'lumlik bo'lgan shifr ilmining bir asosiy tushunchasi. 70-yillardan boshlab shifr texnikasining yangi sahifasi, ya'ni texnik inqilobi boshlandi. Kishilar yangi texnikalarni texnik ko'p kishilar ishlatilishi kerak deb qaradi. Shuningga ergashib shifr ilmi barliq kelishga boshladi. Shifr ilmining WhatsApp qatorliq aloqa yumtallarida nihoyat ko'p ishlatilganligini bilamiz. Belok zanjiri bo'lsa, bir narsani o'zgartdi. Agar esinglarda bo'lsa, bir necha yilning oldida zo'r sonliq ma'lumot markazi to'g'risida so'zlagan edik. Kishilar zo'r sonliq ma'lumot markazini kelgusidagi bir xil taraqqiyot yo'linishi deb qaraydi. Chunki u sonliq ma'lumot saqlaydi. Hozir sonliq ma'lumot intayin qimmatlik. Sonliq ma'lumotlarni analiz qilib chiqqandan keyingi natijalar bo'lsa, texnik qimmatlik. U savdo sohalarida keng ishlatiladi. Shu sababdan sonliq ma'lumot ambiri yoki har turdagi hisoblash markazlari mablag' sarflashning yangi obyektiga aylandi. 2008-yildan keyingi Wall ko'chasini egallash harakatidan keyin 2009-yili bet tangasining o'tirg'i chiqishi hozirgi zamonning bir xil simvoli bo'lib qoldi. Bet tangasi bir tiyinga arzimaydigan holatidan nihoyat kuchli bo'lgan yoki ma'lum ma'nodan aytganda butun dunyodagi eng qimmat bo'lgan mavhum boyliqqa aylandi. Ba'zilar uni mavhum pul deb ataydi. Hozir ishlatilayotgan pul bilan, ya'ni doim deb kelayotgan qonuniy pul bilan solishtirganda, u haqiqatan mavhumdir. Ammo pul degan bu narsami faqat ishlatganda ondan haqiqiy qimmati bo'ldi. Bugun doktor Chin Xiaodongning men so'zlab bergan bir tarixiy voqeasi meni cho'nqur o'yg'ochamdirdi. Uningda deyishicha, Chang sulolasi davrida hukumat ba'zi bir chiqimlarni ko'tarishga amal qila olmaganlik sababidan bir xil qog'oz pulni yasab chiqqan. Bu biz televizorlarda doim ko'radigan 100 sar, 1000 sar qatorliq birliklari bo'lgan qog'oz pul bo'lib, buning o'tirg'i chiqishi nurg'un masalalarni hal qilgan. Mana hozir bo'lsa, davlat bilan davlat o'rtasidagi savdo ishlarining hammasida Amerika dollari orqali hisoblashni asos qiladigan bir xil sistema borliqqa kelib bo'ldi. Bet tangasining o'tirg'i chiqishi bo'lsa, bir xil xalqaralashgan almashtirish shaklini vujudga chiqardi deyishga bo'ladi. Bet tangasidan hosillanib chiqarilgan yangi ideya, yangi tonish bo'lsa, belok zanjiri texnikasi ostidagi o'zligidan pul besish texnikasi, ya'ni pul besish huquqidir. Bir davlatning egilik huquqi ma'lum ma'nodan olganda chegara, diplomatiya va pul siyosat qatorliq ko'plagan sohalardan qurilgan bo'ladi. Pul bo'lsa, hozirgi zamondagi egilik huquqiga ega davlatning eng muhim namoyandasidir. Pulning almashtirish prinsipi bo'lsa, teng qimmatdagi oltinni teng qimmatdagi pulga moslashtirishdir. Amerika oltin orqali pulning qimmatini muqimlashtirish asosidagi savdo jarayonida neftni dollar bilan chetib qo'yib, butkul neft savdosi jarayonida zo'r miqdorda dollar ishlatish orqali dollarning butun dunyo savdo sanoat kasbidagi asosli hisoblash qurilmasi bo'lib qolishiga turtki bo'ldi. Uningdan keyin xalqaro savdoning uzluksiz kuchayishiga ergashib, kishilar dollarning haqiqatan bunga mos kelganligini ko'rib yetdi. Chunki dollarning orqasida qudratli Amerika bor. Amerikaning davlat kuchi bor va boshqa nurg'unlagan kuchlik, ishonchlik omillar terak bo'lib turdi. Undaqda betangizchi. Betangisi bo'lsa bir xil ehtiyojdan kelgan. Dollarmi albatta bir xil ehtiyojdan kelgan bo'ladi. Bu ikkisini solishtirganda hozir betangisi almashtirishga bir qadar qulaylik bo'lgan bir xil puldir. Insoniyat tarixida eng baldur ijod qilingan pul bo'lsa, yap. Yap bo'lsa, Filippindagi bir orolning ismi bo'lib, oroldagi kishilar o'zlari ega bo'lgan boyliqning qimmatini tosh orqali hisoblab savdo qilgan. Ikki taraf ma'lum miqdordagi moddiy buyumlarni almashtirganda, toshni asosli almashtirish birligi qilib ishlatgan. Bir kuni bir odamning bir tal tashi kema o'rilib ketish sababidan dengizga tushib ketibdi. Ammo kishilar bu odamning bu toshga bo'lgan igdorchiligini xotirlab qo'yibdi. Mana bu insoniyat tarixidagi tunji belok zanjiridir. Chunki ko'pchilik hammasi u odamning ega bo'lgan mulkini e'tirof qilgan. Ya'ni uning mushundaq bir tashining borligini e'tirof qilgan. Garchi tash yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, mohiyatli qimmati yana mavjud. Mana buning bilan bir xil guvohlik berish sistemasi borliqqa kelgan. Belok zanjirining eng cho'ng afzalligi bo'lsa, hech qanday sirtqi shayga ehtiyoj tug'ilmagan asosda guvohlik bo'lishdir. Ya'ni ma'lum qimmatdagi mol-mulk yoki kapitalning borligiga isbot bo'lishdir. Tarjimondan. Bundaq bo'lganda mavjudligi e'tirof qilinib, kishilarning imzosi qo'yilgan kapital butkul savdo jarayonida almashtirish obyekti qilib ishlatiladi.
Bu yerda deyilayotgan kishilar deganimiz amaliyotda blok zanjirining yadrosi bo'lgan har xil kompyuterlar bo'lib, qilingan barliq savdolar, san-sifirlar bu kompyuterlarda saqlanadi. Nazariya jihatdan buni boshqalar buzib o'tolmaydi. Albatta, hamma kishilar birlashib yoki 51% dan ortiq kishilar guvoh bo'lish orqali buni o'zgartira olishi mumkin. Biroq bu faqat nazariya jihatdan shundoq bo'ladi. Amaliyotda buni o'zgartirish intayin qiyin bo'lgan bir ish. Chunki bundoq o'zgartirish sonsizlagan kishilar bilan chetiladi. Undaq bo'lsa, Xitoyning blok zanjiri haqidagi tunishchi 4-navbatlik umumiy yig'inning arifasida Shi Jinping bu to'g'risida to'xtalgan. Undaqda Shi Jinping blok zanjirini amdiratdan bayqadimi? Hargiz undaq emas. Blok zanjiri Xitoyga necha yil burunla yetib kelgan. Xalq bankisi va adliya organlari blok zanjiriga munosabatli ko'plagan cheklama siyosatlarini orqa-orqadan chiqargan. 2017-yildagi 4-sentabr voqeasi butkul Xitoyning blok zanjiri bilan munosabatli fan-texnika organlari va aldamchilik muassasalarini o'z ichiga olgan ko'plagan korxonalarining ko'zini ochib qo'ygan. Shu chaqda har turli pullarning qimmati kishini cho'chitgudek darajada tushib ketgan. Ba'zi pullarning qimmati 50% kamaygan bo'lsa, ba'zi pullarning qimmati hatto 1% ga tushib qolgan. Ammo 4-sentabr voqeasidan keyin Xitoyning ko'plagan blok zanjiri organlari, tadqiqot o'rinlari, mikro o'zak shirkatlari va ba'zi savdo va transport korxonalari keng ko'lamda dunyoga yuzilinib, butun dunyo bo'yicha olib berilayotgan blok zanjiri savdosini vujudga keltirdi. Bit tangisi porti qatorliq savdo markazlari butun dunyodagi nihoyat muhim bo'lgan savdo bozorlariga aylangan bo'lib, bu bozorlarda xizmat qilayotganlar asosan Xitoydan kelganlar. Pul ishlari tor kasbini Xitoyda qilinayotgan eng yaxshi kasb deyishga bo'ladi. Undaqda ular Xitoyning bu qatimqi blok zanjirida qanday rollarni oladi? Bizning egillagan ahvolimiz mundaq. Pul hozir davlatning eng asosli terak nuqtasi, ham shundaqla kelgusidagi savdoning eng muhim kirish eg'izi bo'lib, mutaxassislarning ko'rsatishicha, Xitoyning blok zanjirini ishlatishidagi asosli maqsadi bir balvoq bir yo'l qurilishida va boshqa davlatlar bilan bo'ladigan zo'r so'mliq savdo hisoblarida blok zanjirini ishlatish. Bu xil hisoblashning belgilik darajada kredit kepilligi bo'lib, bundaq kredit kepilligi ma'lum bir davlatga yoki ma'lum bir shirkatga yoki ma'lum bir shaxsga biqinmaydi. Balki butun dunyo bo'yicha bu savdo sistemasini qo'g'daydigan boylik qazg'uvchilarga biqinadi. Boylik qazg'uvchilar yaqinqi 2 yildan buyon gazet qatorliq media vositalarida ko'p ko'rildi. Nurg'un kishilar suv elektr stansiyasi, ko'mir elektr stansiyasi qatorliq korxonalarga o'zlarining boylik qazish mashinalarini o'rnatib, bit tangisi yoki boshqa shakllardagi xilma-xil pullarni qazib, ba'zilar bir kechada qaltis beyib ketgan. Yana nurg'un kishilar bit tangisining tushib ketishi tufaylidan dasmoyisidan ayrilib qolgan. Bu xil ahvollar xatarga qaramay mablag' solish yoki har xil gap so'zlarga ishinib ketishdek sabablardan kelib chiqqan. Xitoy hukumatining blok zanjirini yadroliq nuqta qilib tanlashi va uningda chong turishining maqsadi bo'lsa, o'zining yip-yangi mustaqil bo'lgan hukumat sistemasini qurib chiqib, Amerikaning bank hisobot sistemasi SWIFT'dan qutulmoqchi yoki Amerikaning qurib chiqqan bu pul muomala sistemasidan o'zini qochirmoqchi. Bu yerda deyilayotgan SWIFT'ning Wikipediyadagi aniqlamasi bo'lsa, butun dunyo bank pul muomala telegraf ittifoqini ko'rsatadi. Tarjimondan Undaqda Xitoy blok zanjiri orqali hisoblashni boshlasa, hozir mavjud bo'lgan pul muomala sistemasida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Balkim hozir mavjud bo'lgan bu pul muomala mexanizmini o'rib tashlashi mumkin. Undaq bo'lsa, mavjud bo'lgan pul muomala mexanizmlari buningga qarab turamdi? Hargiz undaq bo'lmaydi. Ammo bularning qanday taqobil turish choralari borligi to'g'risida hozir biz hech qanday uchurga ega emas. Amerika allaqachon blok zanjirining har qaysi halqalarida yushirin urinishlarni elib berishga boshlagan. Albatta, Xitoy bu sohada texnik tez ilgarilayotdi. Chunki Amerika qatorli g'arb ellari ma'lum bir yangi turni yoki yangi texnikani yo'lga qo'yishdan burun keng ko'lamda tekshirish va dalillash olib boradi. Ammo Xitoy bu jihatda yurakli harakat qilyotdi. Ishlatgili bo'ladiganlar tur yoki texnika bo'lsa, qo'rqmay ishlatyotdi. Sharqliklarning bu xil xarakterini, bo'libmi bu necha 10 yil mobaynida yetildirgan xarakterini biz obdan bilamiz. Ularning qalbiga oq mushuk, qora mushuk, chashqan tutgan yaxshi mushuk nazariyasi o'rnab ketgan. Blok zanjiridan iborat bu yo'lda Xitoyning pul muomalasi vayron bo'lish mumkinmi? Buning mumkinchiligi bor. Biz shundaq deya olamizki, Xitoy blok zanjiri orqali hisoblashni boshlagan aman biz yuqorida aytib o'tgan Amerikaning hisoblash sistemasidan qutulishdan boshqa texnik muhim bo'lgan bir nuqta bo'lsa, Xitoy texnik ko'p pul tarqatadi. Bu xil tarqatilgan pul har qaysi obort halqalarida ishlatilsa, dollar hisobot sistemasi SWIFT gumron bo'lishi mumkin. Masalan, Xitoy Saudiya Arabistondan har kuni 1 million ton neft sotib olib, mushu xil qurilmada har kuni 60 million dollar pul to'laydi. deb faraz qilayli. Agar Saudiya Arabiston Xitoyning malini sotib olmoqchi bo'lsa, mushu xil shaklda sotib olsa bo'ldi. Agar dollarga almashtirib Amerika bilan savdo qilmoqchi bo'lsa, Xitoy dollarga almashtirib berdi.
Agar Xitoyning puli bu savdo jarayonida ishlatilsa yoki ko'plagan davlatlar bo'libmi nihoyatda muhim bo'lgan cho'ng savdo davlatlari bu xil pulni qabul qilsa, dollar hisobot sistemasi SWIFTning gumron bo'lishi muqarrardir. U chaqda SWIFTning hech qanday raqobat kuchi qolmaydi. Birinchidan o'nim jihatda, ikkinchidan vaqt jihatda, uchinchidan savdoning tanarqi jihatdan ustunlikni egallay olmaydi. Bittangisi yoki blok zanjirini ishlatish va qo'g'dashning tanarqi tuvan bo'lib, mavjud pul muomala sistemasining hukmronligini buzib tashlaydi. Hozirgi zamon pul muomala sistemasi ko'pchilikka ancha yot emas. Biroq men hozir bir sonliq ma'lumotni aytsam, balkim ko'pchilik cho'chib ketishi mumkin. U bo'lsa-mu, hozir 4 milliarddan ortiq odamning bank hisobot nomeri yo'q. Texi ba'zilar bu sonni 5 milliard 200 millionga yetib boradi deb qaraydi. Bizdimi bu to'g'risida aniq sonliq ma'lumot yo'q. Dunyo bankisidan olgan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, butkul Afrika qit'asida bank hisobot nomeri bo'lganlar umumiy nufusining 17%ni tashkil qiladi. Bu bakmi cho'ng farq bo'lib hisoblanadi. Blok zanjiri bo'lsa, mushundaq hisobot nomeri yo'q kishilarning yangi bir hisobot nomeriga erishishiga turtki bo'ladi. Buningga faqat aqliy telefon bo'lsa kifoya. Albatta, Xitoymi blok zanjiri orqali har bir fuqaroning iqtisodiy rasxot qatorliq uchurlarini intayin qattiq nazorat qila oladi. Amaliyotda allaqachon shunday qattiq nazorat ostiga ilinib bo'lgan. Kishilarning Alibaba yoki Unidar orqali to'lagan har bir tiyin pulini Xitoy Kompartiyasi o'zining cho'ng sonliq ma'lumot ambarida aniq xotirlash, hisoblash va analiz qilish orqali shaxsning kimligi, iste'mol odati, borgan, turgan joylari qatorliq barliq uchurlarga ega bo'lib turdi. Mana mushundaq yuqori darajadagi nazorat va sifirlashtirish texnikalari Xitoy Kompartiyasidagi mushundaq bir hokim mutlaq tarafidan kontrol qilinsa, Amerika yoki anglo-saksonliklar qurib chiqqan universal qimmat qarashlarga yangi xarislarni olib keladi. Albatta, bu yerda deyilayotgan anglo-saksonliklarning Wikipediyadagi aniqlamasi. Bu bir kultural guruh bo'lib, 5-asrdan buyon Buyuk Britaniyaga makonlashgan. Tarjimondan. Xitoy Kompartiyasi bu xil pulni ko'paytirish va tarqitish orqali davlat ichida paydo bo'lgan iqtisodiy ko'piklarni yo'q qilib o'talaydi. Bu balkim Xitoy yoki Sharqning iqtisodiy ko'piklarini hal qilishning bir xil yangi usuli bo'lib qolishi mumkin. Mushu xil usul orqali ular bu iqtisodiy ko'piklarni Xitoy bilan savdo qilayotgan boshqa davlatlarga o'tkazib o'talaydi. Bu xil usul tarixda ishlatilgan. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi Marshall planining qo'lga keltirgan natijalarining biri bo'lsa, bu plan Amerikaning iqtisodiy kirimini texmi ko'paytib, dollarning Yevropada texmi keng tarqalishini paydo qilgan. Ammo bu Amerika davlat ishidagi dollarning mavjud bo'lishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Yevropaga qilingan yordam Amerika o'zining iqtisodiy kirimining texmi muqim va tez taraqqiy qilishiga turtki bo'lgan. Xitoymi bu qatim mushundaq zo'r darajadagi foydaga erisha olamdi? Ko'plagan mutaxassislar Xitoy cho'qim texmi ko'p foydaga erishdi deb qaraydi. Biroq Amerika va boshqa g'arb davlatlari Xitoyning mushundaq zo'r foydaga erishishiga yo'l qo'yamdi. Yoki agar Amerikaning pul muomala sistemasi yiqilsa, Amerika bilan Xitoyning o'zaro elishishini keltirib chiqaramdi. Anglo-saksonliklar o'zining bu pul muomala sistemasini qanday qo'llab qolmoqchi? Xitoylar yoki sharqliklar bu tartib tuzumini qanday vayron qilmoqchi? Yangi bir tartib o'rnatilish jarayonida qanchalik qon to'kilishi mumkin? Yoki qanday da'vatlar paydo bo'lishi mumkin? Bularning hammasi biz har biraylarning cho'nqur ko'zitishimizga va tafakkur qilishimizga to'g'ri keladigan ishlar. Chunki biz bu blok zanjirini hargizmi oddiy bir qurol deb qaramasligimiz kerak. Bu qurolning o'zgartira oladiganini haqiqatanmi intayin ko'p. Blok zanjirining Xitoy Kompartiyasiga akiladigan foydalarini aniq tushunib yetgandan keyin biz yana bir nuqtadan turib ko'zlaydigan bo'lsak, uning olib keladigan ziyonlari nima bo'lishi mumkin? Blok zanjirining strategik taraqqiyoti to'g'risida Shi Jinping o'z so'zida ta'kidlab o'tdi. Shi Jinping bo'lsa bu jihatda haqiqatan aniq tushunib yetgan odam. U hargizmi hamoqat emas. Shuni ko'rilish ta's emaski, u blok zanjirini tunish va tushunish jihatda yarim kasb ahli. Hozirgacha haqiqiy kasb ahli taxi o'tirg'i chiqmadi. Yoki nurg'un kishilar bu sohani tushunmaydi. Balkim ma'lum vaqt o'tgandan keyin ba'zi bir maxfiyatliklari oshkorlanishi mumkin. Buning Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan ziyni bo'lsa, dal Xitoy Kompartiyasi paxas bo'layotgan ish, ya'ni tarqoqlashtirishdir. Bu yerdagi deyilayotgan tarqoqlashtirishning Wikipediyadagi aniqlamasi tarqoqlashtirish bo'lsa, blok zanjirining tipik alohidliklarining biri bo'lib, sonliq ma'lumotlarni tarqoq holatda saqlash va o'zgartirishni ko'rsatadi. Tarqoqlashtirish deganlik nazorat qilishga uchramaslik deganlikdir. Ammo Xitoy Kompartiyasining buningga yana amali bor. U bo'lsa-mu shaklan jihatdan tarqoqlashtirish, mohiyatda markazlashtirish. Tarqoqlashtirish tabiiy holda unumni tuvallaydi. Biroq ishonchlik darajasini texmi oshirdi. Ammo Xitoy Kompartiyasining tarqoqlashtirishga ehtiyoji yo'q. Ular faqat bu sistemani o'z qo'lida mahkam tutib tura olsalar bo'ldi.
Mavjud bo'lgan blok zanjirining qoidasiga asoslanganda o'z qo'lida mahkam tutib turishning usuli bak oddiy. U bo'lsa-mu, mazkur tor sistemasiga bo'lgan tarqalish nisbati, ya'ni hash nisbati 51% dan ortiq bo'lishi kerak. Bu yerda tilga olingan tarqalish nisbati yoki hash nisbatining Wikipediyadagi aniqlamasi hash nisbati deganimiz bit tangasiga erishish uchun ketgan mashg'ulotlarning sur'atini ko'rsatadi. Tarjimondan. Shundaq bo'lganda prinsip jihatdan tangshash va kontrol qilish huquqiga ega bo'lg'il bo'ladi. Mubada Xitoy Kompartiyasi blok zanjirining 51% ni kontrol qilib olsa yoki kirish parolini o'rnatib olsa va yoki kontrol qilish ochqichisini qo'lga olib olsa, undaqda blok zanjiri faqat Xitoy Kompartiyasi uchun xizmat qiladi. U Xitoy Kompartiyasining huquq tutish vaqtini o'zgartira olishi mumkin. Chunki qo'lida xajlab tugatilmaydigan puli bo'lgan bo'ladi. Bu ish Chang sulolasi o'z vaqtida qog'oz pul besib tarqatish orqali hokimiyatining vaqtini o'zgartganligi bilan o'xshash bir ish. Demak, Xitoy Kompartiyasi blok zanjiri orqali texmi ko'p iqtisodiy kirimga erishishi mumkin. Yuqorqilar mening blok zanjiri to'g'risidagi bilimlarim asosida egillagan ahvollar. Bularni ko'pchilik bilan o'rtoqlashganligimdan intayin xushalman. Ko'pchilikning blok zanjiri to'g'risida azdir ko'ptir tushunchaga ega bo'lishini umid qilaman. Men yaqinda texmi cho'nqur mazmundagi leksiyalarni tayyorlab, Mengjin televiziyasida ko'pchilikka blok zanjiri to'g'risida texmi tafsiliy dokladlarni sunishga tirishaman. Men texmi ko'p kishilarning blok zanjirini obdan tushunib olishini hamda mushundaq bir yangi davrga yuzlanishini umid qilaman. Blok zanjiridan iborat bu qurolni balkim Xitoy Kompartiyasi birinchi bo'lib qo'lga olishi mumkin. Prezident Trumpmo blok zanjirini kelgusi Xitoy-Amerika raqobatining yadrosi bo'ladi deb allaqachon e'lon qildi. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, Amerikaliklarmo hargizmi hamoqat emas. Ularmo blok zanjiri to'g'risida nihoyat aniq tushunchaga ega. Ular faqat taqa o'tirg'i chiqmadi xolos. Gerçi Facebook'ning shifrlashtirilgan puli Libraning o'tirg'i chiqarilishi an'anaviy cho'ng korxonalar hisoblanadigan pul muomala apparatlari tarafidan voz kechilgan va tashlab etilgan bo'lsa-mu, meningcha bu Yevro-Amerika korxonalaridagi bir vaqtlik hodisa. Chunki agar bular o'z-o'zini taraqqiy qildirmasdan tashabbuskorlik huquqi Sharqning kontroliga butunlay o'tib ketsa, Amerika yoki G'arbning pul muomala qurilmasining yiqilishi ko'zga ko'rinib turgan ish bo'lib qoladi. Ko'pchilikka rahmat.